Bu shampun bilan har bitta ehtiyojingizni qondirsangiz bo'ladi. Oh my god! Wow! Hidi juda ham shirin, juda ham yaxshi shampun tasvir. Hey y'all, come look at this. Bugun men Toshkentdaman. Sizlar bilan yangi kontentimni boshlaymiz. Komediyali, emotsiyali, reaksiyalarga boy bo'ladi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Farhod bozori yonidadik. O'shaning uchun biz hozir Farhod bozori yaqin bo'lganligi uchun shu Farhod bozoriga keldik. Hozir biza berdan eng arzon, sifatsiz shampun so'raymiz. Eng arzon shampun topishimiz kerak. Iloji bo'lsa 10 ming so'm, 5 ming, 10 ming so'm atrofida. Oynatmaz Yeah. Baby, yeah. Hozir Farhod bozorida mana bu yerda shampun nimadirlar bor ekan. Bizga eng arzon shampun kerak. Assalomu alaykum aka. Salom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kelyapti. Aka, bizga eng arzon shampun kerak. Taka. Qani ko'rsatib Pul olasiz? atrofida bo'lsin. Eng arzoni bo'lsin. Mana mana shunaqasi bor, hozir 15 ming so'm bo'ladi. 15 ming so'm bo'ladi aka. Olivia 15 ming so'm ekan eng arzon shampun. Mat katta charchaman. 15 ming so'mga eng arzon shampun oldik. Ketdik. Olivia Pro shampuni. Endi biz hozir bu shampun bilan odamlardan reklama qilib berishlarini so'raymiz. Ko'ramiz odamlar qanaqa reklama qilib beradi, qanaqa reaksiya, qanaqa emotsiya bildiradi, qiziqarli qilib o'tkazamiz. Qani ketdik. Menga yaqindan yordam bergan inson Nasrullo aka. Zo'r. Prosta men shu yerga qanaqa переход qilib o'tishni bilmadim. O'shaning uchun uzr aka. Men shuni qilib o'tishga majbur bo'ldim. Zo'r. Kim yaxshi gapira oladi? Kim? Sizmi? Mana gapirish kerak. Qarang, biz reklamli rolik syomka qilamiz. YouTube, Telegram kanallariga, Instagram. Agarda xo'p desangiz, bizni reklamamiz tushgan, shampun tarafdan. Shuni reklama qilib, o'zingiz xohlagancha reklama qilib bersangiz. Bilmadim. Давайте sinab ko'ramiz. Olivia. Olivia Pro. Bilasizmi bu shampunni? Ha, bilaman, lekin ishlatmaganman. Aha. Bahosi qanchada bo'lasiz? 40-50 ming bo'lishi mumkin. 15 ming so'mga eng arzon shampun oldik. Aha. Endi shuni hozir o'zingiz masalan bitta odamga tavsiya qilgandek reklama qilib bering. Mana shu kameraga to'xtang, bu tarafingizga to'g'lama. Mana shu kameraga qarab. Oldin bitta aytib ko'ray. Aha, davay. O'zi ishlatmaganman-da, shuning uchun sal ideya kelmayapti. Qanaqa shampun ishlatasiz? O'zim soch to'kilishganini ishlatamaman, tirchab. Mana soch to'kilishiga yaxshi, lekin bu ham. Yaxshimi? Ha. Давайте, ketdik. Hammaga Olivia Olivia Pro. shampuni tavsiya qilaman. O'zim ham doimiy shuni ishlatib kelaman. Soch to'kilishini, oldin oladi qazg'oq, hamma problemalarni bittada hal qilib beradi. Hamma olishiga tavsiya qilaman. O'zim shundan doimiy ishlatib kelaman. Sardor, nimaga bironalar? Sochim hozir jilokor bo'ldi. Eng zo'r va mazali shampun deb berishingiz kerak. Davайте, kameraga qarab, nima shampunni aylantirib qaratib turing, ko'tarib, ha? Olivia Pro eng zo'r va mazali shampun. Nice. Shampunga mazali so'zi ketadimi? Boshingiz va qorningiz og'risa, Olivia shampunidan foydalaning deysiz kerak. Agar boshingiz va qorningiz og'risa, Olivia Pro shampunini tavsiya qilaman. Bu shampun bilan har bitta ehtiyojingizni qondirsangiz bo'ladi. Oh my god! Wow! Masalan, kir yuvishda ham, idish yuvishda ham, bosh yuvishda ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu o'z nomi bilan Pro. Ehtiyojni qondirsa ham bo'lar ekan bu shampun. Ehtiyoj sochingni yuvsa, endi bir nima bo'lsa ham ehtiyoj-ku, to'g'rimi? Sochni yuvsa ham ehtiyoj-ku. Aynan nachun men Magic City'ni oldida shampun bilan kommentariyaga yozib ketinglar. Assalomu alaykum. 5 minut vaqtingiz bormi? Yo'q. Можно вас на 5 минут? Я не понимаю. Я не понимаю, deyapti. Bular. Можно вас 5 минут dedim? Нет dedi.
5 minut prям. Mayli, charchamang. Yana dush kelib qoldi o'sha qiz. Assalomu alaykum. 5 minut mumkinmi vaqtingiz bo'lsa? Yo'q, Magic City'da 45 yoshlar yursa. Xo'p. Bizda Olivia Pro shampuni bor. O'sha mana shu shampuni o'zingiz xohlaganingizday reklama qilib bersangiz, birinchisi, ikkinchisi keyin aytaman. Olivia Pro shampuni. Assalomu alaykum. To'xtang, men bu tarafga o'tib olaman. Assalomu alaykum. Bu Olivia Pro shampuni. Buni o'zim ham ishlataman. Hidi juda ham shirin, juda ham yaxshi shampun. Hey, y'all, come look at this. To'g'ri. Zo'r. Ha, zo'r. Yana ayting-da, masalan. Juda ham zo'r shampun. Tavsiya qilaman, sizlar ham ishlatib ko'ringlar. Bu shampunni foydalansiz sochlaringizga, boshingizga qanaqa foydasi bo'lgan? Juda ham zo'r foydasi bo'lgan. Ya'ni soch to'kilishlari qoldiradimi? Soch to'kilishlarini qoldiradi. Juda ham zo'r shampun. Klient, bitta klient keldi, sizni yoningizga shampun olmoqchi. Men shu shampuningizni qanaqa qilib reklama qilib o'tkaza olasiz unga. Ya'ni u 100% zo'r shampun ekan deb ishonish uchun. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Tushundingizmi gapimni? To'g'rilaverasizlarmi? Ha, montajni to'g'rilaymiz. Sochlarni oqartirmaydi. Juda ham zo'r shampun. Tavsiya qilaman sizlarga. Aha, rahmat. Endi qarang, ushab turasiz. Buni ham ushlaysiz. Birinchisi, Olivia Pro eng zo'r va mazali shampunni berishingiz kerak. Rakurs chiroyli, normalmi? Ketdik. Shampun. Kameraga qarang. Olivia Pro eng zo'r, eng mazali shampun. Bosingiz. Qarang. Ushab teparoq, o'sha zo'r. Mikrofon yaqinroq. Boshingiz va qorningiz og'risa, Olivia shampunini tavsiya qilaman. Boshingiz va qorningiz og'risa, Olivia shampunini tavsiya qilaman. Astaroq? Ha, rostdan? Astaroq aytyapman. Ha. Bu shampundan foydalansangiz, bosh og'riqingiz hamda tish og'riqlaringiz qoladi dedi. Bu shampundan foydalansangiz, bosh og'rig'ingiz hamda tish og'rig'ingiz qoladi. Ha, bo'ldi, oxirgisi ekan. Axir bu Olivia Pro shampuni faqat soch uchun emas deb berasiz bo'ldi. Olivia shampuni faqat soch uchun emas. Here I come. Oh, here I come. Oh. Bu Olivia Pro shampuni bilan bo'lgan voqealar hozircha tugadi. Chunki ko'pchilik intervyu berishga, ya'ni reklama qilishga rozi bo'lishmadi. Rozi bo'lishganlari o'zlari xohishi bilan, xo'p, tushib beramiz reklamangizga deb o'zlarining xohishi bilan bo'ldi. Bunaqa hazillarimizni noto'g'ri tushunmanglar. Biz prosta kayfiyat ko'tarish uchun qildik. Birovni yomonlash uchun yo birovning ustidan kulish uchun emas, do'stlar. O'shaning uchun hammangizga rahmat. Qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turinglar. Like, comment, O Alisher YouTube kanalini ham o'tib a'zo bo'lib qo'yinglar. Instagramim ham O Alisher, YouTube kanalim ham O Alisher. Hammasiga like, podpisatsiya va qo'llab-quvvatlab tursangizlar, bundan keyin hamma zo'r kontentlarni sizlar yordamingizda birgalikda qilamiz, xudo xohlasa. Faqat shampun emas, kerakli odamlar ishlatadigan, foydalanadigan hamma narsani birga qilamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar.